Amir avtosavdoda Gentra'ni ideal holatdagisidan polni navratidan so'ragan ukalarimiz uchun 2023-24 atigi 85 ming kilometr masofani bosib o'tgan kraskalar top-toza, 3-peysi avtomat korobkasi, original Amerikan Optra'li qo'lgan tepas qimmatli, to'rtta yangi yumshoq bo'loligicha ham qo'lgan tonirovka ruxsati bor. Polностью shumkala qilingan Malibu 2 setkalar qo'lgan, salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlar ideal sostoyanida original Malibu 2 rol, Malibu 2 bar, polностью okela audio sistema yig'ilgan mashinaga, subwoofer, uslitr, kolonkalar bilan birga. Salon holatlari ham ideal sostoyanida turibdi. Salon holatlarini ham, orqa bagajlarini ham ko'rishingiz mumkin. Subwoofer, uslitr, kolonkalarni ham zo'rdan to'qilgan ekan. Даже kuzovlarda kichkinagina qirilgan joyi ham yo'q. Mashinani ideal holatda haydalgan okalar. 10 ming puli borga 2 cho'ga kelishadigan joyi ham bor. 070 chiroyli nomerlar bilan 2 cho'ga gillandan chiqaradi. Narxini okalar sizlar olmaza qilishing uchun $14,400 oz-moz kam bor ekan. Telefon qilib barak qilishingiz mumkin okalar.